Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari hamda obunachilarimiz. Mana Kaliforniya tez o'sar teraklarimizni hozir qancha muddatda tayyor bo'lishini batafsil tushuntirib beradi dehqon akamiz. Hormang aka. Salomat bo'ling. Xirmonga baraka. Olyapsizmi? Aka, bu ko'pchilik so'rayapti, 1 yilda qanaqa bunaqa yetishtiradi, tushuntirib yuboringlar deb. Sal tushuncha berib o'tasizmi? Bo'ldi, berib o'tamiz tushuncha. Xo'sh. Mana Buni nima qilish kerak endi? ko'rib turibsizlar mana bu. Vashincha qilib. Ha, bu tomir, ha? Tomiri vashincha qirqiladi. Aha. Qirqib xuddi mana shu holatda agat olinadi. Ha, oxirgi qirqayotgan joyda mana bitta pirnik qolsa, pirnik tepasidan, mana shu yerdan kesiladi. Ha, pindik qolish kerak. Vashincha kesilgandan keyin pindik qolsa, o'sha pindik ko'karib chiqadi. Mana agat pushtani ko'ryapsizlar. Ha, mana qilib ikki qatorga qilib ekiladi. Ikki qatorga ekib agat ochilar ekan. Ha, ikki qatorga ekib agat ochiladi. 1 yilda xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana shu holatni ko'rgan holatlaringda tayyor bo'ladi. Bu Kaliforniya sariq po'chog'i, ha? Ha, bu Kaliforniya eng tez bo'ladigan sortidan bu. Shammasalari mana aytdi. Hozir shu 1 yilda bu katta bo'lgani, 1 yashar. 1 yillik ko'chat. Keyin ekkandan keyin xudo xolasa 5 yilda tayyor bo'ladi. Material bo'ladi. Ko'chat ishonchli. Teraklar zo'r bo'pti ama. Bu dori poralar qanaqa solinadi? Dori poralar. Dorilar o'z vaqtida solinadi. Pasport solasizmi, filtra solinadi, solaverasiz. Mana akalar, teraklarimiz holati. Sariq po'choq, tez o'sar teraklarimiz. Go'ng eng kuchlisi bu. Mana xudo xolasa bugun 18-mart 2025damiz. Mashina qilib ko'chiriladi keyin. Shug'ullanmoqchi bo'lganlarga ko'chat yetkazib beraverasiz, ha? Beraveramiz, ko'chat yetkazib beraveramiz. Dastlabki xizmati, ekib berish xizmatlari bor. Hamma yo'g'i bor. Hamma yo'g'i bor. Chiroyli qilib olib borib ekib beramiz. Respublika bo'yichami xudo xolasa? Respublika bo'yicha xudo xolasa mana bizlar ko'rib turibsizlar. Ko'chatlar Yangi holatda. ishonchli mana ko'chirilyapti yangi. Bu bizda eski ko'chat bo'lmaydi, zakaz bo'ladi. Zakazdan keyin ko'chiriladi. Chiroyli qilib birinchi sortisimi, ikkinchi sortisimi, 3tisimi, 4tisimi iloji boricha chiroyli qilib Telefon nomerlarini qoldirib qo'ysa bemalol javob beraverasiz. Tushunmaganlarga. Nomerlarni qoldirib qo'ysa, tushunmagan nimalar bo'lsa behijolat so'rashaversin. Bo'ldi. Akalar bemalol telefon qilib so'raverasizlar. Xudo xolasa hammasi chiroyli qilib yangi ko'chirilgan ko'chatlarni qilib berishga harakat qiladi dehqon akalarimiz. Videolarimizga bittadan like, obunani bosib qo'yasizlar, poddeshka qilib, xudo xolasa bundanda bir yaxshi videolar olishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat.